Wow. Alloh ne'mat yog'yapti. Assalomu alaykum jigarlarimiz. Tuzimizda charchamayapsizlarmi? Mazanglar yaxshimi? Yaxshi zamon deylarmi? Sizlarga yomg'irli havodan video qo'yapman. Yomg'ir qaranglar, juda ham ajoyib yog'yapti. Bu kunlar ham g'animat, hali tez kunlarda kunlar isib qaynab ketadi. Kecha bir kunlik tanaffusdan so'ng, ya'ni kecha oddiy shanba kuni subotnik qilib, borkalarni qilib, yig'ishtirib, hamma narsalarni to'g'irlab sizlarga naqd qilib oldik. Shu kelgan mijozlarimizga, kelgan mehmonlarimizga yaxshi xizmat ko'rsatish uchun. Xudo xolasa bugun mana yakshanba 10-may kunidan yana o'z ish faoliyatidamiz jigarlarim. Endi yana qisqacha ma'lumotlarni bermoqchiman. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar Agrobank orqasi, ya'ni Yangiyo'lda bitta Agrobank bor, shuni orqasidagi Steniyada Sardor kafesi bor jigarlar. Filialimiz ham bir dona va bizning yo'nalishlarimiz juda ham ko'p. Ya'ni bizda quyuq ovqatlar, suyuq ovqatlar, shashliklar, salatlar, kuksi, akroshka mana yozgi sezonlarga bor. Wow, uchib o'radigan joy-ku. Shashliklarimiz ochildi, xudo xolasa, bemalol, bexijolat. Ish vaqtimiz 7 dan 22:00 gacha. Xohlagan paytingiz bemalol ishingizga tepib kirishingizga ruxsat beramiz jigarlarim. Bu videoga bitta like bosib, podpishka qilib olinglar. Sho'ba kecha obeddan keyin juda ham ko'p mijozlarimiz kelib bizdan xabar bo'lib qolibdi. Ming bora uzr so'rayman o'shanga. Kelgan vaqtinglar uchun, oyoq kiyiminglar yeyilganligi uchun ming bora uzr. Xudo xolasa, bundan keyin bunaqa vaziyatlar bo'lmasligiga xudo harakat qilamiz va va'da ham beramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Hammanglarni Sardor kafesida kutib qolamiz jigarlarim. Biz